Assalomu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatiki darsligimizning 51 darsini o'qiymiz. Biz bugungi darsimizda ortiq harflar bilan tanishib chiqamiz. Bu ortiq harflar degan qanday harf deganda bu jumlada ortiq bo'lib keladigan, buni tashlasak jumladagi ma'noga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydigan harflar va biz bugun mushu harflar bilan tanishib chiqamiz. Hurufuz zaida, ortiq harflar. Hurufuz zaida بحيث لا يتغير المعنى بحذفها سبعة. ortiq harflar بحيث لا يتغير المعنى بحذفها. Tashlab o'tish bilan ma'nosi o'zgarmaydigan ortiq harflar 7 turlik bo'ladi. Birinchisi in, ikkinchisi an, uchinchisi ma, to'rtinchisi la, beshinchisi min, oltinchisi ba, yettinchisi lam. Mana bu harflar ortiq bo'lib keladigan harflar. Birinchisi in. Bu qanday yerda ortiq bo'lib keladi deganda bu man nafiya bilan ortiq bo'lib keladi. Deydi tuzadu ma'a man nafiya. Ya'ni ma nafiya bilan ortiq bo'lib keladi. Masalan, ma in zaydun qa'imun. Ma in zaydun qa'imun. Zayd turuvchi emas. Bu yerda in nima bo'lib keldi? Ortiq bo'lib keldi. Buni akasakmi, akamasakmi jumlaga ta'sir bo'lmaydi. Ma in zaydun qa'imun. Asli bu yerga in kirmagan bo'lsa, ma zaydun qa'iman bo'ladi. Demak, bu ma'ni biz man so'ziga vaqtda buni so'zlagan. Ya'ni bu ortiq min kelgandan keyin ma'ninki amildan qoladi. Demak, bizga bu darsga munosabat bo'lgan tarafi in man nafiyadan keyin ortiq bo'ladi. Yana nima ortiq bo'ladi deganda masdariyaning mas'ulami ortiq bo'ladi. Masalan, intazir ma in yajlis al-amiru. Amir o'ltirishini, amirning o'ltirishini saqlag'in degan bu jumlada incho ortiq kelgan deymiz. Ya'ni bu ma keyindan kelgan fe'lni masdarga o'zgartirib o'tadigan ma. Mana shunga bu maul masdari deb atalgan, mushu madan keyincho ortiq bo'lib keladi. Shunga tarjima qilgan vaqtimizda amirning o'ltirishini julus deb tarjima qilamiz. Amirning o'ltirishini saqlag'in. Bu yerdagi madan keyin inmucho ortiq. Ikkinchisi an. Endi bu an qanday yerda ortiq bo'lib keladi deganda an tuzadu ma'a lamma. Bu lamma degan bu so'z bilan ortiq bo'lib keladi. Masalan, falamma an ja'al bashir. Xush xabar berguchi kelib edi deymiz. Balki anning hech qanday akasak, akamisak ma'nosi yo'q. Ya'ni ortiq. Bunun ma'lum jihatda faqat ma'nosi yo'q emas. Cho'qim bir ma'lum ma'no uchun keladi va ortiq harflarmi? Masalan, ma in zaydun qaminsak bu yerda nafini kuchaytirish uchun deymiz. Ya'ni shunga o'xshagan bir bilik stilistikka aloqador, ya'ni balog'atga aloqador hukmlar bor. Ammo grammatik jihatdan, grammatik nuqtasini tahlil qilgan vaqtimizda bu ortiq. Ammo stilistik ilmi haqida, stilistika ilmi nuqtasini tadqiq qilgan vaqtimizda bu ortiq emas. Demak, biz hozir grammatik nuqtasini tadqiq qilamiz. Bu ortiq. Demak, falamma anja al-bashir. Madaki ancho lammadan keyin, ya'ni lammadan keyin kelib ortiq bo'ldi deymiz. Bu yana law bilan qasamning o'rtasida ortiq bo'ladi. Va tazadu bayna law wal qasam. Law bilan qasamning o'rtasida ortiq bo'ldi. Masalan, vallohi an law qumta qumt. Alloh bilan qasam, agar tursang men tudim. Ya'ni law qumtu degan valloh degan qasam bilan lavning o'rtasida an qanday bo'ldi? Ortiq bo'ldi. Buni ma'no vermaymiz. Uchinchisi ma. Bu ma'noda ortiq bo'ldi deganda tuzadu ma'a idza va mata va ay va anna va ayna va an shartiyat. Ya'ni shurutul harf. Ya'ni hurufi shart bo'lgan idza, mata, ay, an, ayna degan bu shart vositalar bilan ortiq bo'lib keladi. Biz shart vositalarini to'nda so'zlaymiz. Masalan, idza ma sumta sumtu. Agar ro'z tutsang ro'z tutdim. Shart shunaqo. Mana shartdan keyin, ya'ni shart bo'lgan izodan keyin ortiq bo'lib keldi. Masalan, matama, annama, aynama deganga o'xshagan boshqa shart vositalarini keyin ortiq bo'lib keladi. Yana da ortiq bo'ldi deganda harf jarlardan keyin ortiq bo'ladi. Masalan, mindan keyin, andan keyin, badan keyin. Masalan, mimma, amma, bima, ya'ni harf jarlardan keyin ortiq bo'ladi. Amma, mimma, bima, kama deganga o'xshagan.
To'rtinchisi la. Bu la neda ortiq bo'ladi deganda bu atfininki, ya'ni nafidin keyin atfining vosi bilan birga ortiq bo'ladi. Masalan, ma ja'ani zaydun va la amrun. Ma ja'ani zaydun va la amrun degan bu jumlada zayd menga kelmadi va amr mucho kelmadi. Asli bu yerga lani akamsakmi, ma ja'ani zaydun va amrun desam mucho zayd va amr kelmadi degan bo'ladi. Ammo bu yerda la ziyod bo'lib keldi deymiz. Mana bu yerda nafidin keyin, ya'ni ma ja'ani degan ma degan bu nafidin keyin atfininki vosi bilan ortiq bo'ldi deymiz. Va bu la yana qasamning fe'lidan ilgarichi ortiq bo'ladi. Ya'ni qasama yuqsimu degan fe'ldan keyinchi ortiq bo'ladi. Masalan, la uqsimu bi hadal balad. Bu yerdagi la nafininki nahining emas, ortiq. Shunga hech qanday ma'no berilmaydi. La uqsimu bi hadal balad degan bu balad bilan, ya'ni bu yurt bilan qasam degan bo'ladi. Ya'ni bo'lishlik shaklda. Demak, bu yerdagi la cho nahiningchi emas, ortiqlar. Endi qolgan men ba lamni biz harf jarninki babini so'zlab bo'ldik. Harf jarning babida harf jarlarning ichidan ortiq bo'lganlari deb men ba lamnichi so'zlab bo'ldik. Shunda deydi va amma min wal ba wal lam faqat marra zikruha fi hurufil jar. Amma men ba lam uningki gipi hurufil jarda o'tib ketib bo'ldi. Endi bugungi darsimizdagi ikkinchi mazmun tafsir harfi. Tafsirninki ikki harfi. Shunga harfat tafsir. Tafsirninki ikki harfi. Tafsirning harfi deganimiz, ya'ni bir so'zni xiplab uni tushundirish uchun bir harfni cho akilamiz. Ya'ni Uyg'ur tilimizdagi xuddi ya'ni deganga o'xshagan. Bu tafsirning ikki harfi bor. Birinchisi ay. Ya'ni degan gap. Masalan, was'alil qariya kanitun so deb degan bu oyatdan keyin ay ya'ni kanit ahlidan demakchi deb tafsir qilamiz. Shunga o'xshagan tafsir qilish uchun kelgan harf. Birinchisi ay. Ikkinchisi an. Yufassaru biha fi'lun bi ma'nal qawl. Endi bu tafsir qilinadi bu an bilan qawl ma'nosidagi fe'l. Masalan, wa nadaynahu ayya Ibrohim. Biz uni ey Ibrohim deb qanday qildik? Nido qildik degandek an. Nido qildik biz buni ey Ibrohim deb. Qarang, shu deb degan gap qanday qiladi? Tafsir qiladi. Deb. Andin chiqadi bu shekilde. Onundan keyin masdar harflari bor. Biz fe'llarni masdarga qanday qilamiz? O'zgartimiz. Shu fe'llarni masdar qilgan vaqtimizda ishlatilgan harflar. Birinchisi ma. Bu jumla fi'liya kiradi. Masalan, va daqat alaykumul ardu bima rahubat. Va daqat alaykumul ardu. Tor bo'ldi sizlarga zamin bima rahubat. Kang bo'lishi bilan birga, ya'ni bi ruh biha. Kang bo'lishi bilan bu yerdagi ma rahubat kelib, ya'ni ma degan bu masdariya harf kelib, rahubat asli fe'l madi, fe'l madi ma'ning kelishini nimaga o'zgarib ketdi? Masdarga o'zgarib ketdi. Shunga buning tarjimasimi xuddi masdarning tarjimasidek chiqadi. Zimin sizlarga kangir turib, ya'ni kangirlik bilan turib tar keldi, ya'ni bi ruh biha degancha masdarning ma'nosini bilamiz. Chunki bu yerda ma rahubat degan fe'lni qanday qildi? Masdar qilyapti. İkincisi en. Mesela فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا. Onun kavminin cevabı bo'lmadi faqat illa an qalu. İlla qavlihim. Ularning ma gapi bo'ldi ularning javobi. Degandiki illa an qalu. Lekin shuki dudu ular deymiz-ku bu yerdagi ularning ma so'zi bo'ldi degandiki illa an qalu. Qalu degan fe'l madini anning kirishi bilan illa qavlihim. Ularning so'zi degan bu so'z degan masdargacha o'zgartirildi. Anna. Bu anna mu masdar harfi bo'ldi. Bu jumla ismiyada keladi. Masalan, alimtu annaka qa'im desam, alimtu annaka qa'im. Seninki uri tug'anligingni bildim. Demak, tarjimasi uchun masdar tarjimasi chiqadi. Sening uri turganligingni bildim. Dedik, annaka qa'im. Anning kuchlan bu jumla ismiyani nimaga o'zgartiryapti? Masdarga o'zgartiryapti. Ya'ni buning o'rniga bu harflar kelib masdarga o'zgartirayotgan bu jumlaning keyniga masdarning o'zini kelsak-chi o'xshash. Masalan, alimtu annaka qa'imning o'rniga alimtu qiyamak. Seni o'rturishingni bildim. Demak, buning ma'nosi o'xshash. Undan keyin o'rganganimiz hurufut tahdid, qiziqtirish harflari. Arab tilida qiziqtirish uchun maxsus harflar ishlatiladi. Bu harflar 4 va hiya 4. Bu 4. Birinchisi
halla. İkincisi Allah. Üçüncüsü lavla. Dördüncüsü lavma. Endi halla, Allah bunun işleniş urulları qaysi degende birinchidan endi bu harfu tahdidning tunishtirilishi, o'lchamlik tunishtirilishi, harfu tahdiz qiziqtirish harflari harfun tufidul hadda idza dakhalat alal madi. Faqat bu qiziqtirish harflari qiziqtirishni ifodalaydi agar fe'li mudori'ga kirsa. Fe'li mudori'ga kirib qolsa qiziqtirishni ifodalaydi. Wal lawm wat ta'yir idza dakhalat alal madi. Ve malametni ve eyipleşni ifadelaydi eğer şu maziye kirse. Mesela hella ta'kul veya fi'l mudari'nin beşiği geldi. Nim degan ma'noda qiziqtirish. Hella ta'kul olsa yesang bo'lmamdi. Bir yesang olmamda deymizga qiziqtirish uchun ana shu. Yesang olmamdi. Hella ta'kul yesang olmamdi. Hella tashrab isang olmamdi. Hella tajlis olsang olmamdi. Demek fe'l mudari'ni beşiği kelgan vaqtda qiziqtirishni ifodalaydi. Fe'l madini beşiği kelsa-chu pushaymon qildirish, eyplash, malomat qilish. Halla darabta Zaydan Zaydni usang bo'lmamda, qarang, hech Zaydni usang bo'lmamda. Ya'ni halla darabta Zaydni udangmi? Ya'ni Zaydni qanday qildingmi? Urdingmi? Usang bo'lmamda. Mesela Zaydni urdingmi? Ya'ni Zaydninki uğallıqı qanday qilish, malomat qilish, uni eyiblash. Endi buni hukmi qanday bo'ldi deganda, buning qoidasi laha sadrul kalam. Bu harfu tahdid qiziqtirish harflari jumlaning 5 ida kiradi. İkincisi bu faqat fe'lga kiradi, ismga kirmaydi. Va la tadkhulu illa alal fi'l. Faqat fe'lga kiradi. Üçüncüsü lawla, lawma ma'nan akhar. Endi biz bu yerda hallani so'zladik. Shundaqmi? Ama lavla lavmani şu gepini qilmadik. Allohmi shunga o'xshash, hallaga o'xshash, ammo lavla bilan lavmani gepini qilmadik. Deydi, lavla bilan lavma ma'nan akhar. Buning boshqa bir ma'nosi bor. U qaysi? Va huwa imtina' wujud jumlatu thaniya li wujud al-jumlati al-ula. Ya'ni deydi, u birinchi jumlaning bo'lganligi uchun ikkinchi jumlaningki bo'lishini cheklaydi. Birinchi jumla bo'lganligi uchun ikkinchi jumla bo'lishini cheklaydi. وحينئذ لابد أن تكون الجملة الأولى اسمية. شو وقتها birinci cümle ismiye buluşu gerek. Mesela لولا علي لهلك عمر. Eğer Ali bo'lmagan bo'lsa, Umar cho halakulab ketibdi. Demek bu yerdagi lawladan keyin kelgan Aliyun degan cümle, ya'ni birinchi cümle, Umar cho ikkinchi cümle. Deydi, bu nima uchun keladi bu lawla? İmtina' vücudu cümletu thaniye li vücudil ula. Birinci cümleninki bo'lganlik uchun, ya'ni Ali degan bu birinchi cümlening bo'lganlik uchun, ikkinchi cümleninki mavjud bo'lishini cheklaydi. Masalan, laula aliyun lahlakum. Agar Ali bo'lgan bo'lsa, lahlakum Umar. Umar qanday olib ketdi? Halok bo'lib ketdi. Demek birinci cümlenki Ali degan bu Alininki bo'lganligi bilan Umarning halok bo'lib ketishi bo'lmadi. Ya'ni halok bo'lib ketishdan saqlanib qoldi. Demak, bu yerda birinchi jumlaning bo'lganligi bilan ikkinchi jumlaning bo'lishini, ya'ni ikkinchi jumlaning yuz berishini cheklab qoldi deymiz. Mana laula aliyun la halak Umar. Ali bo'lmagan bo'lsa, Umar halok bo'lib ketdi. Ali bo'ldi, Umar halok bo'lmadi. Ya'ni ikkinchi jumlaningki yuz berishini cheklab qoldi deymiz. Endi bugungi darsimizning o'rganadigan yana bir mazmun harfu tavaqqu. Kutish harfi. U qaysi deganda qat. Qat. Bu qat yadkhulu ala al-madi. Bu fi'l madiga kiradi. Fi'l madiga kirgan vaqtda nimani ifodalaydi deganda fayufidu taqribuhu ila al-hal. Fi'l madini hozirgi zamonga yaqinlashtiradi. O'tgan zaman, lekin hozirgi zamonga bitga yaqinlashtiradi. Masalan, qad rakibal amir desa, amir mindi. Ya'ni amir mindi, hozir mindi deganni bildirdi. Masalan, akaltu ta'am desam tamoq yedim degan bo'ldi. Ammo qad akaltu ta'am desamchi, bayatdan qanday qildim? Tamoq yedim, ya'ni bayatdan tamoq yeb oldim degan bo'ldi. Demak, o'tgan zamonni hozirgi zaman qanday qildi? Yaqinlashtirdi. İkincisi va taji'u lit-tawkid va ta'kidlash uchun keladi. Idza kana javoban liman yas'al.
so'g'an kishiga javob bo'lib qolsa ta'kidlash uchun keladi. Masalan, hal qama Zaydun, Zayd o'rnidan turdimi? Savol so'g'an bo'lsa, qad qama Zaydun. Zayd o'rnidan turdi. Qad bilan kelgan vaqtda uning chuqum tug'anligini ifodalaydi. Ya'ni jumlani ta'kidlaydi. Qama Zaydun desam bo'ladi shundaqmi? Qad qama Zaydun chuqum qanday qildi? Turdi. Endi mudari' kirib qolsa desa, va yadkhulu fil mudari' fayufidu at-taqlil va mudari' kirib taqlilni ifodalaydi. Ya'ni oz, gohi, ba'zida degancha ma'ni ifodalaydi. Masalan, innal kuzuba qad yasduq. Ba'zida yolg'onchadanmi qad yasduq rost gap qilishi mumkin. Qad yasduq ba'zida rost so'zlab qilishi mumkin. Mana shunga o'xshagan. Wa qad taji'u lit-tahqiq fil mudari'. Endi qad doim fe'l mudari' kirsa, doim bu gohida ba'zida degan ma'noda kelamdi desa, qad ba'zida tahqiq uchunmi keladi mudari'da. Tahqiq uchun keladi degani shu ishni amaliyotga erishganlik, ya'ni ta'kidlash uchun keladi. Masalan, qad ya'lamul muawwiqin desa, muawwiqlarni qanday qildi Alloh taolo chuqum biladi. Ba'zida bildi emas, chuqum biladi. Ya da tahqiq degani chuqum jazman, ya'ni ta'kidlashni demakchi. Wa yajuzul faslu baynaha wa baynal fi'li bil qasam. Endi qad mayli mazi olsun, mayli muzari olsun ish qilib fe'lni bashig'iga kiradi. Bu fe'lni bashig'iga kirgan vaqtda qad bilan fe'lning o'rtasini qasam bilan ayirsak to'g'ri, uning boshqa qismi bilan orqalolmaydi. Faqat qasam bilan ayirsak to'g'ri. Deydi, wa yajuzul faslu baynaha wa baynal fi'li bil qasam. Bu qad bilan fe'lning o'rtasini qasam bilan ayirib o'tish to'g'ri. Masalan, qad vallohi ahsan. Qad vallohi ahsan. Vallohi qad ahsanta bo'lishi kerak. Demak, bu yerda qasam bilan qad bilan fe'lning o'rtasini ayiradi. Bu to'g'ri. Undan keyin bugungi darsimizdagi mazmun harfal istifhom. Istifhomning ikki harfi. Bu nihoyat oddiy. Istifhomning qancha harfi bor? Ikki harf bor. Birisi hamza, yana birisi hal. Bunun qoidasi lahuma sadrul kalam. Mayli hamza olsun, mayli hal olsun, bu chuqum nerede keladi? Jumlaning boshida keladi. Lahuma sadrul kalam, bu ikkisi jumlaning boshida keladi. Tadkhulanul jumlatul ismiyya, jumla ismiyaning beshiga kiradi. Masalan, Zaydun qa'imun, Zayd turdimu deganga o'xshagan. Jumla fe'liyaning boshiga kirmamdi? Kiradi. Wal fi'liyya va jumlaning fe'liyaning boshiga kiradi. Va dukhuluha 'ala al-fi'liyya akthar. Va fe'liya, jumla fe'liyaning boshiga kirishi ko'proq. Jumla ismiyaning boshiga kirgandan jumla fe'liyaning boshiga kirishi ko'proq. Nima uchun? Chunki odam ish harakatdan ko'p so'raydi. Masalan, aqama Zaydun, Zayd turdimu deganga o'xshagan. Hamda ba'zi bir kitobda so'zlangan bu hal bilan istifhomning mudaqqa qoidasi va masalan deydi vaqat tadkhulul hamza fi mawadi' la yajuzu dukhulu hal fi hada. Hamza hal kishi to'g'ri bo'lmagan bir qancha o'ringa kira oladi deydi. Hal ni akasak to'g'ri bo'lmaydigan, ammo hamza ni akasak to'g'ri bo'ladigan bir qancha xil o'rin bor deydi. U qaysi deganda, birinchidan Azaydun darabta degan bu xil qurilmaga hal ni akasak bo'lmaydi deydi. Bu bir qism kitoblarda so'zlangan, ammo bir qism kitoblarda so'zlanmagan. Bo'lmaydi deganlik qat'iy xato deganlik emas. Hal Zaydun darabta desak ham bo'ladi. Ikkinchisi atadribu Zaydan va huwa akhuk. Üçüncüsü Azaydan indaka am Amrun. Dördüncüsü aw man kana afaman kana athumma idha waqa'a. Demek mush to'rt xil qurilmaga o'xshagan qurilmalarda hamza keladi, halning kelishi yaxshi emas. Bu ba'zi kitoblarda mushlar deb so'zlangan. Hamda bugungi darsimizning ko'nikmasi birinchisi istakhrij huruf az-ziyada. Ortiq harflarni chiqaring deydi. Biz bugungi darsimizning dasturida ortiq harflarni o'qidik va bayin wajhi ziyadatiha fi ma ya'ti min al-jumal. Va uning ortiqlik yo'lini tuandagi jumlalardan so'zlang deydi. Ya'ni nim bilan ortiq qildim buni so'zlang deydi. Masalan, mata ma jalasta jalastu. Qachon o'ltirsang o'ltirma degan bu jumlada ortiq bir harf bor. U qaysi? Ma. Nim bilan ortiq qildi? Ma bilan ortiq qildi. Ya'ni shart bo'lgan ma bilan ortiq qildi. Mushu bo'yicha ishlaysizlar. İkincisi, istakhricul huruf al-masdariyya min al-jumal at-taliya wa bayyin kayfa tu'awwil bil-masdar. Tu'awwal bil-masdar. Tuandagi jumlalardan masdari harflarini chiqaring va uning qandoq masdar qilinganligini bayon qiling deydi. Masalan, alimtu annaka musafirun. Bu yerdagi masdar harfi qaysi? Anna. Qandoq masdar qilindi bu yerda desa,
anni bilan jumla ismiya qo'shilibchu masdar qilindi. Mushu bo'yicha ishlaysizlar. Üçüncüsü ayyin hurufat tafsir, tafsir harflarini muayyanlashtiring va tahdid harflarini muayyanlashtiring va tuandagi jumlalarda uning ma'nolarini bayon qiling deydi. Masalan, sallil bayt anil mawdu. Uydan temi to'g'risi so. Ay ahlil bayt. Uydan demakchi bo'lgan nimadan? Ahlil baytdan demakchi deb bu yerda yuqorqi jumlani ay deb tafsir qilish uchun ayni cho akeldi. Bu yerdagi tafsir harfi qaysi? Ay. Uning ma'nosi tafsiruhu. Ay deganimiz tafsiruhu degan gap. Mushu bo'yicha ishlaysizlar. Ya'ni harf tafsir bo'lib qolsa, tuandagi jumlada harf tafsirning ostiga yozasizlar, harf tahdid bo'lib qolsa, harf tahdidning ostiga yozasizlar. To'rtinchisi qatning ma'nosini bayon qiling tuandagi jumlada deydi. Qad zahaba abuk. Belgining ma'nosi va holga, ya'ni hozirgi zamonga yaqinlashtirish ma'nosi va. Dadan ketdi, ya'ni bayatdan ketdi degan gap. Mushu bo'yicha ishlaysizlar. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bugungi darsimiz mushu yerda qolishdi. Kelarki soatlik darsimizga ko'rishaylik. Assalomu alaykum.